1,5 million so'm oylik to'lov bilan 5 yilga o'zini narxini bo'lib to'lashga Haval M6 moshlasini chiqazib beraman deb ijtimoiy tarmoqlarda aytishadi. Lekin bunda boshlang'ich to'lovi achmadi. Boshlang'ich to'lov eng kam avtomobilni tan narxidan 75-80% to'lov qilganingizda oylik to'lovlaringiz shunaqa 1,5 million so'mdan chiqadi. Aster Namangan Haval avtosalondan rashodlarni bilmoqchi bo'lsangiz, moshinaning narxi 249 million 900 ming so'mdan boshlanadi. Birinchi pozitsiyasi shunaqa. Eng full pozitsiyasi 279 million 900 ming so'm bo'ladi. Bu mashinani tan narxidan kalkulyatorda hisoblasangiz ham chiqazib beradi. 30% ni to'lov qilib, 1 yilga qolgan qismini bo'lib to'lashga chiqazib beraman. Agar siz tan narxidan ko'proq to'lov qiladigan bo'lsangiz, rassrochka muddati shunga qarab uzayib boradi. Yolg'onlarni ishlatmasdan sizga to'liq ma'lumotlarni berdim. Shuning uchun videoga yaxshi niyat qilib bitta like bosib keting. Avtomobil haqida, misol sizni qo'lingizda qancha pulingiz bor, shunga qarab rasxod olmoqchisiz oylik to'lovlarni. Shunchaki kommentariyada yozib keting, qancha pulingiz borligini, shunga qarab rasxodlarni o'zim tashab beraman. Albatta menga obuna bo'lgan bo'lsangiz. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozor Promzona yo'lida joylashganmiz. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Avtosalon kelib avtomobilni tezroq ko'rsangiz ham bo'ladi.